Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida qishloq xo'jaligi yerlarini ijaraga berish, meva-sabzavotchilik klasterlari va tomorqa xo'jaliklari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda aytilishicha, yaqinda qabul qilingan qarorlar bilan paxta to'qimachilik va g'alla klasterlari faoliyati bilan bog'liq barcha masalalar hal qilib berildi. Buning hisobidan to'qimachilik sanoat korxonalari eksporti joriy yilda 3 milliard dollardan, kelgusi 5 yilda esa 7 milliard dollardan oshiriladi. Xuddi shunday ishlab, meva-sabzavotchilik eksportini bugungi 1.2 milliard dollardan kamida 5 milliard dollarga ko'paytirish bo'yicha barcha imkoniyatlar bor. Kelgusi yil paxta va g'alladan bo'shagan 80 ming gektar yerlarni aholiga bo'lib beramiz. Bundan tashqari 70 ming gektar oborotga qaytariladi. Aholining o'zida ham 500 ming gektar atrofida tomorqa yerlari mavjud. Mana qancha imkoniyatimiz bor. Nimaga shularni hammasini mana shu Inobatga yerda olsak, boshqa hisob-kitobda olsak, rayonda balans yo'q. Nimaga rayon hokimi o'zi qiynamaydi o'zini? Odamlarning oldida mas'uliyatini tushunmaydi. Nimaga kambag'alchilikni qisqartirish bo'yicha bergan pullarimizni halol pokiza qilib bermaydi? Prezident meva-sabzavot klasterlari, dehqon xo'jaliklari va tomorqani rivojlantirish, ularni moliyalashtirish, agroxizmatlar ko'lamini kengaytirish bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy etilishini ta'kidladi. Jumladan, shu yilning 1-dekabridan qishloq xo'jaligi jamg'armasi meva-sabzavot yetishtiruvchilarni imtiyozli kreditlash tizimini yo'lga qo'yadi. Klasterlarga tomorqalardan tayyor mahsulot sotib olishga aylanma mablag'i uchun 12 oylik revolver kreditlar beriladi. Eksport shartnomasi bo'lgan meva-sabzavot yetishtiruvchilarga hosilni xavf-xatardan sug'urtalash xarajatlarining 50% byudjetdan qoplab beriladi. Bundan tashqari, klasterlar chet elda malakali agronom, entomolog, laboratoriya mutaxassisini jalb qilsa, xarajatlarning 50% gacha qismiga subsidiya beriladi. Yig'ilish davomida tomorqada yetishtirilgan mahsulotlarni kafolatli xarid qilish maqsadida har bir tumanda kooperatsiyalar tashkil etilib, ular omborxonalarni jihozlashi, quritish, saralash va qadoqlash uskunalari xarid qilishiga ham 30% gacha subsidiya ajratilishi ta'kidlandi. Shuningdek, tomorqa xizmat korxonalariga urug'lik, ko'chat, mini texnika xarid qilish hamda aylanma mablag' uchun hokim yordamchilari kafilligi asosida 300 million so'mgacha garovsiz kredit beriladi. Suv ta'minoti, og'ir tomorqa yerlari va foydalanishdan chiqqan maydonlarni sug'orish xarajatlarining bir qismini byudjetdan qoplash tartibi 2026-yilning 1-yanvariga qadar uzaytiriladi. Aholi daromadini oshirish va bozorlar to'kin sochiligini ta'minlash uchun har bir xonadonda kamida 100 ta parranda, 20 ta quyon, 5-6 ta qo'y va echki, 50 ta asalari uyalari boqishni yo'lga qo'yish shart, dedi prezident. Tijorat banklari yiliga 11-12 million dona tovuq tarqatish bo'yicha resurslari mavjud, lekin bizdagi parranda naslchiligi sanoat uchun moslashgan bo'lib, bunday parrandalarni xonaki usulda boqib bo'lmaydi. Davlat rahbari yil yakuniga qadar joylardagi ehtiyojni o'rganib, hududning iqlim sharoitidan kelib chiqib, Xitoy, Rossiya va boshqa mamlakatlardan xonaki parranda tuxumlarini olib kelish va ularni aholiga tarqatish bo'yicha viloyat hokimlari va parranda sanoat uyushmasiga topshiriqlar berdi.